qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatining dunyoviy namoyishiga chaqiriq. Xitoy tajovuzchilarining millionlagan Sharq Turkiston xalqini xohlagancha tutqun qilib, qo'rlab o'ldirish, qo'l qilish, shundaqla eng oddiy insondek yashash huquqidan mahrum qilishdek ig'ir bostirishlarga norozilik bildirish bilan birga Yaponiya hukumatining Sharq Turkiston masalasini tezdan demokratik yo'l bilan hal qilishi, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi, shundaqla Sharq Turkistonni besilingan zamin deb tunishini talab qilish uchun Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatining dunyoviy namoyish chaqiriqiga ovoz qo'shish namoyishi olib boramiz. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz va insonlikni suyadigan yaponlik do'stlarimizning qatnashib berishini umid qilamiz. O'rni Yaponiya bosh ministri o'tirishliq hukumat binosi oldida. Vaqti 2021 yil 11 ayning 14 kuni yakshanba. Tokio vaqti tushdan keyin soat 3 dan soat 5 gacha. Sharq Turkiston xalq jamiyati. Ikki partiyadan tarkib topgan Amerika Kengash palata a'zolari Xitoyning kishilik huquqqa daxli ta'riz qilish jinoyati tufaylidan Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qiladigan 100 yillik mudofaa siyosiy qonun loyihasiga tuzatish kirgizish taklifini o'ttirg'a qo'ydi. Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Mitt Romney boshchiligidagi bu tuzatish kirgizish loyihasi 6 oyda Kengash palatasi ma'qullagan Xitoyga oid atrofli qonun tuzumini to'g'rilashni aks ettirdi. Davlat ishlari kotibining federatsiya mablag'ini Amerika hukumat xizmatchilarining olimpikka qatnashishini qo'llash yoki qulaylashtırishga ishlatishini cheklaydi. Yangi tuzatish kirgizish tasdiqlansa, 2022 yildagi davlat mudofaa huquqi qonuniga diplomatik boykot qilish belgilamasi qo'shiladi. Tuzatish loyihasida Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiligiga xotim berish talab qilingan. Ammo Amerikaning tanarkatchilariga, shundaqla Amerika Olimpik va Meiblar Olimpik komiteti va uning xizmatchilari, shundaqla o'tigarlarga mablag' yordam bilan ta'minlashga ruxsat qilingan. Bu tuzatish kirgizish loyihasini 4 nafar Kengash palata a'zolari, ya'ni Tashqi munosabatlar komitetining a'zolari qo'lladi. Demokratlar partiyasining boshlig'i Nancy Pelosi diplomatik boykot qilishni talab qildi. Diplomatik vakillar o'mkining bu o'yinlarga qatnashishi texi aniq emas. Angliya Waldin parlament a'zosi Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining tinchlik va bexatarlik mukofotiga tanlandi. Waldin parlament a'zosi Nusrat Xani, Amerika Van palatasining bayonotchisi Nancy Pelosi va yana 5 kishi bilan birga Angliya parlamentining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur ayollarining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi harakatiga rahbarlik qilganligi uchun 2021 yillik Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti parlament majlisining tinchlik va bexatarlik mukofotiga erishgan. Angliya parlamenti tarixida tunji qatim davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni birdek jakalab, dunyoning har qaysi joylaridagi parlamentlarda mushuningga o'xshash harakatni qo'zg'adi. Nusrat Xani xonim, parlament a'zosi Pelosi davlat ichi va sirtida jinsiy barobarlik tashabbusini ilgari surdi. Ayollarni o'zlarining kuchini tunishga chaqirdi. Men uning bilan birga Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti ayollarning tinchlik va bexatarlik mukofotiga tanlangan 6 ayolning biri bo'lganligimdan faxrlanman va cho'nqur sharaf his qilaman. Men Afg'oniston ayollarining Afg'onistondan bexatar chekinib chiqishi uchun kurash qildim. Men Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining mening xizmatimni dunyodagi ayollar va qizlar uchun kurash qilish irodamni tunib etganligidan faxrlanaman. Men bu jihatdagi tirishchanligimni davomlashtiraman dedi. Sharq Turkistonda yashash imkonsiz bo'lgan Teklimakan qumluq rayonida bayqalgan mumiyalangan g'arbliklarnikiga o'xshagan yuz va chach ranglari yanada aniq ko'rinib turgan jasadlar arxeologlarni gangirtib qo'ygan. Pishloq, bug'doy, shundaqla odatdan tashqari qabrlarda topilgan yung va to'qilgan yung kiyimlar ularning G'arbiy Osiyodagi podachilar, O'rta Osiyoning tog' va qumliqlaridan ko'chib kelgan dehqonlar ekanligini ko'rsatib berdi. 13 mumiyaning DNAsini tahlil qilgan Xitoy, Yevropa va Amerika tadqiqotchilarining yangi tadqiqotida ularning qadimgi muz davridagi Osiyo nufusiga tava yerlik guruh ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan. Chorshanba kuni Tabiat jurnalida e'lon qilingan tadqiqotning avtori Harvard universitetidagi Kristina Warner ularning favqulodda mazmun, ko'p xil va yiroq madaniyat odatlarini namoyon qilganligini aytdi. Tadqiqot 3700 bilan 4100 yillik tarixga ega Tarim o'ymonligida topilgan va 4800 yildan 5000 yillik tarixga ega Jo'ng'ar o'ymonligida topilgan mumiyalarni tahlil qildi. Tadqiqot natijasida Sharq Turkistonning shimolidan kelgan bir guruhining
Bu rayondagi o'xshamagan tosh qurollar davridan keyingi mis qurollar to'pi bilan aralashib ketganligini isbotladi. Saint Louis'dagi Washington universitetining insonshunoslik professori Mashal Frashti, garchi bu rayon hozir yiroq bo'lsa-mu, ammo mis qurollar davrida shimol, janub, sharq va g'arbning hayotiy kuchi aralashgan, 5000 yilga so'zilgan, kishining ishongisi kelmaydigan yo'l eg'izi edi, dedi. Zalimning ishi darvaqa zulm silish, mustamlikchining ishimi o'xshashla xohlaganini qilish. Ammo mazlumlarning, asorat ostidagilarning ishi-chu. Agar javobimiz qat'iy holda zulmga bosh egmaslik, barliq aqliy, moddiy va ma'naviy kuchini tajovuzchiga qarshi xizmat qildirib, mustaqil bo'lishga urinish bo'lganida, biz bu ishimizni haqiqatan аңлык ravishda mas'uliyatchanlik bilan qilib ketayotgandik yoki kun tartibga nima bozorlik bo'lsa, shuningga beqib davrang selishni, аңсызlarcha sho'rvozlikni umumlashtirib, o'z-o'zimizni tasalli topqizgan ishlar bilan kun o'tkazishga ko'nikib ketayotgandik. Mana bular o'zini Sharq Turkistonlik hisoblaydigan har bir aql egisi uchun o'z-o'zidan so'rab ko'rishi kerak bo'lgan savolga aylanib qoldi. Xuddi Hazrati Umarning hisobga tortilishidan avval o'zinglardan hisob olg'aysizlar deb ko'rsatgandek, agar biz o'zimiz va ichki dunyomiz haqida hisob kitobimizni joyida qilib turib, ichki g'aldi-g'ashtinlarimizni pokizlab, ichki quvvat zapasimizni kuchaytirishga sal qarmagan asosda tashqi dushmanga qarshi sistemli qadam olishni o'rganmaydiganmiz. Shundaqla etilgan har chalmaga tosh etib javob qaytarish o'yiniga g'arq bo'lishdan to'xtab, masalamizning manbasiga, yiltizga chora qilish kerakligiga qaror olmaydiganmiz. Hisobimiz bu dunyolikda dushmanning qo'li bilan ilinsa, tangli mahsharda Rabbning huzurida ig'ir darajada ilinmay qolmaydi. Chunki mas'uliyatimizning Alloh oldidagi javobgarligi va surishtirishning nima uchun zafar quchmaganligimizdan ko'ra safarimizni qandoq bosganligimiz va haq yo'l ustidagi urinishimizning samimiy bo'lgan yoki bo'lmaganligi, haqiqat asosida bo'lgan yoki bo'lmaganligi xususida bo'lganligi shubhasiz. Bu nuqtadan g'ofilligimizning vabolini dushmanning qo'lida tortishdan avval g'aflatni cho'rib tashlashimiz kerak bo'lganidek, o'yg'ongan siyoqqa kirib olgan qo'riqchilikning bugungi zayponligi va kelgusi falokatlari ustida jiddiy tarzda o'ylanmoqimiz hamda haqiqiy ma'noda kelgusimizga qaratib qo'yilgan pistirmalarga qarshi o'yg'oqlik ro'yimizni kuchaytirishimiz. Jumladan ulug' ajdodimiz To'g'onxon misoli tajovuzchilarni tarmar qilmoqcha jon taslim qilmaslik ro'yidan astoydil o'rganishimiz har bir mas'uliyatchan aql egasi uchun tarixiy zaruriyat va milliy burch bo'lib turibdi. Burxon Muhammadning Chirik ruh va qo'riqchi zihniyat nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.